alaykum, mana sevimli va hurmatli ustozim Dilorom Faxriddinovna. Bugun sana 6-yanvar 2025-yil. Bundan ro'ppa rosa 1 yil ilgari, ya'ni 2024-yil 6-yanvar sanasida men siz bilan ilk marotaba ko'rishdim. U vaqtdagi meni nutqimdagi holatim juda ham ayanchli, qo'rqinchli hamda xunuk ahvolda edi. Va men sizga hozir o'sha holatimni video tariqasida uyalmasdan, tortinmasdan, hijolatni yig'ishtirib qo'ygan holda taqdim etaman. O'zingiz haqingizda ma'lumot. Mening ismim Ilnur, familiyam Xoliqulova. Yoshim 22 da. Men Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilib o'sganman. Ana ustoz, men sizning yoningizga xuddi mana shunaqa holat bilan kelgandim. Siz va sizni shogirdlaringiz bergan bilim va motivatsiyalar, sabr, ishonch, harakatinglar natijasida men hozirda o'ziga ishonchi va muhabbati baland, o'zini ritmiga ega, hayotdagi qiziqish va maqsadlari sari harakatda hech qachon to'xtamaydigan va eng asosiysi ko'zlari porlab, ko'zlari va qalbi bilan samimiy tabassum qila oladigan Dilnurni, yangi Dilnurni kashf eta oldim. To'g'ri, bu yo'lda juda ham qiyinchiliklar bo'ldi, ko'p vaqt ketdi, lekin men asosiysi bu narsani uddaladim. 18 yil davomida hammadan bekinib, hammadan nafratlanib, hammani aybdor qilib, hayotdan norozi bo'lib kamchilik qidiradigan qizaloq endilikda o'zini o'zgacha nutq sohibasi deya tan olinishi uchun harakat qiladi. Allohning mehribonligi va ruxsati ila mana shu darajagacha olib chiqqaningiz uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Endi men ham men kabilarga yordam berish, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish hamda ularga namuna bo'lish uchun harakat qilaman. O'rinda 17 yillik umri dori-darmon, ukol, sanatoriya, lecheniyalar ichida o'tgan qiz sifatida shuni aytmoqchimanki, duduqlanishni yechimini dori-darmondan izlamang. Duduqlanish bu dori-darmon bilan yo'qoladigan kasallik emas. Duduqlanish umuman olganda o'zi kasallik ham emas, bu shunchaki nutqning buzilishi. Duduqlanish misoli asov ot va siz o'sha asov otni ustidasiz. U otni jilovini qachonki nazoratingizga olsangizgina siz uni boshqara olasiz. Ungacha esa u o'jarligini, qaysarligini qo'ymaydi. Ham oxirida shuni aytmoqchimanki, Dilorom Faxriddinovna, siz mana shu darajagacha, ya'ni nutqimni chiroyli qilib, o'zimning fikrimni ifodali bayon qilib bera oladigan darajagacha olib chiqqaningiz uchun rahmat. Allohim sizni umringizni uzoq qilsin, farzandlaringizni rohatlarini ko'rib yuring. Mendagi yillar davomida qiynalib yurgan insonlarga yordam berishdan hech ham charchamang. Allohim sizga o'zi kuch va quvvat bersin. Sizni yaxshi ko'raman ustoz, boringizga shukr.